18. ders ilim to'g'risida. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dehqonlarga Şeyx Abduvali Qori rahimahulloh darsligidan tanlanmalar ilim to'g'risida degan temani o'qiymiz inshaalloh. Auzu billahi mineşşeytanirracim. 18. ders ilim to'g'risida. Allah subhanahu wa ta'ala insonni zaminda yaratdi va insonni o'z holiga qo'yib etmay, o'zi bilan inson o'rtasida Allohning buyruqlarini yetkazadigan elchi qilib payg'ambarlarni insonning jinsidan tanladi. Bu elchilarga dinni vahiy bilan tushirdi. Bu din islom dinidir. Inna ad-dina 'indallohil islam. Yani hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Adem aleyhisselam öz devredeki sanaqlıq kişilerge elip kelgen din İslam dini idi. İnsaniyet aynı devrede gödeklik basqışıda bulup, umumi insaniyetinin gödeklikini itibarga alsak, şu zamanda ulanın akıl ve idraklarga muvafık bolgan haq ibartilgan. Muhammed aleyhisselam devrde insaniyet xuddi insan kamolat eshigiga yetganda kamal topgan. Shuning bilan bu islom ham kamal topgan. Allah Qur'onda "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va radaytu lakumul islam dina." Yani bugün sizlarning dininglarni bütün qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. deydi. Sura Maide 3-oyat. Demek İslam dini Rasululloh davrida kamal topdi va kamal topganlik uchun qiyomatgacha baqiy qoldi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi zaminga mirosxo'r bo'lg'ichi, o'zi zaminga mirosxo'r bo'lg'ichi bu islom dini komil suratda baqiy qoladi. Payg'ambarlar insonlarga ey odamlar la ilaha illalloh denglar deb xitob qildi. La ilaha illalloh dinimizning asosi. Yani Allah'tan başka ma'budni inkar qilish, faqat Allah'ның yegani ma'budligini isbot qilishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Sufyan ibn Uyayna aytganlarki, Allah subhanahu wa ta'ala bandalarga la ilaha illalloh ni tonutib qo'yishdan ortiq ne'matni bermadi. Eğer bir kişi la ilahe illalloh kelimesini tonish ne'matiga sazovor bo'lgan bo'lsa, shu odam eng katta ne'mat egisi bo'lgan bo'ladi. Chunki la ilahe illalloh kelimesini tonish bilan inson Allah insoniyatni qaytargan narsalarning eng kattasi bo'lgan shirkdan ozod bo'ladi. Va la ilahe illalloh kelimesini kim aytsa, shahodatga yetsa cennetki sazovor bo'ladi. Shuning uchun biz la ilaha illalloh kelimesini bilishlikka ma'murmizki, o'tgan darslarimizning ko'pi mana shu narsalar ustida bo'ldi. Shuning bilan birga shu kelimani bilish asosida bilishimiz zarur bo'lgan masala 4 bo'lib, birinchisi ilmdir. Bu ilim Allah'ni tonish, Allah'ның payg'ambari Muhammed aleyhisselamni tonish, dini İslamni dalilleri bilan tonishni o'z ichiga oladi. Ikkinchi masala, biz ilmga amal qilish bilan boshqa millatlardan farqlanamiz. Ilm albatta farqlanadi. Boshqalar ilmning hamma sohasida harakat qilgan bilan bu ilmning markazi bo'lgan Allah subhanahu wa ta'alani tonishdan bebahir bulup yaşaydı.
Ya'ni ilmning maqsadini bilmagan holatda ilm daryosiga kirmoqchi bo'ladi. Yaratquchi bo'lgan zotni tonimaydi. O'zining seg'inadigan ma'budini tonimaydi. Shu ma'bud tarafidan bo'lgan elchini tonimaydi va o'ziga ibodatilgan diniy islomni tonimasdan yashaydi. İslamның asli ma'nosi bo'ysunish. Ikkinchi jihatda islomga amal qilish bilan farqlanamiz. Shunga ikkinchi narsa amaldir, birodarlar. Uchinchisi ilm va amalga chaqirish. To'rtinchisi bu shariat ilmiga amalga chaqirish yo'lida ko'p azor bo'ladiganligini aniq bilishimiz kerak. Ham buni farzandlarimizning yosh vaqtida ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Xuddi Luqman Hakim o'z farzandiga ogohlantirgandek. Ya'ni ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'dil arkon bilan o'qig'in. Kishilarni yaxshilikqa buyurg'in, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulfatlarga sabr qilg'in. Chunki haqiqatga da'vat qilguvchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilishga iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Luqman Hakim o'z o'g'liga namoz o'qisangiz, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'ssangiz, ishingiz bitadi. Odamlar o'rtasida obro'liq bo'lib yashaysiz yoki sizga yaxshi bir dunyolar nisb bo'ladi demidi. Balki vasbir ala ma asabaka, ya'ni sana yetgan kulfatlarga sabr qilgin, chunki haqiqatga da'vat qilguvchi aziyatlarga uchraydi dedi. Luqman Hakim o'g'liga mana mushundoq namozni barpo qilish, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish va uningga sabr qilish bu mijozi masala emas. Bu bir qaytish mumkin bo'lmagan jiddiy ish deb ta'lim berdilar. Bizga o'xshash ilmni mukofot uchun o'rganmaslik kerak. Men bu yerda mukofot tayin qilmaslikni targ'ib qilmoqchi emasman. Hayot faqat mukofot uchun bo'lib qolmaslik kerak. Mukofot u bir dunyoviy narsa. Masalan, bizning farzandlarimizning hammasi ilmni ma'lum bir dunyoviy narsa uchun o'qishidi. Luqman Hakim bu yo'lda kelajakda bo'ladigan ishlarni ham bayon qilib qo'ydi. Azorga sabr qilish biz bilishga tegishli 4 narsaning biridir. Bu 4 masalaning hammasi sura Asrda jamlangan bo'lib, vel asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Ya'ni zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir. Alloh taolo zamonga qasam qilib turib, 4 narsaning egillaridan boshqa barliq insonlarning ziyon ichida ekanligini aytadi. Iymon bu ilm masalasidir. Iymon nisb bo'lmagan odamni biz ikkilanmasdan jahil deb aytamiz. Chunki avvalda aytib o'tganimizdek u ilmdan bebahr odamdir. Va amilus solihat bu amal, ya'ni haqqa vasiyatlash. Bu da'vat va mush yo'lda aziyatlarga sabr qilishdir. İmam Şafii rahimahullah Allah subhanahu va taala xalqiga shu suradan boshqa hujjat tushirmaganda shu sura kifoya qilar edi deganlar. Bu sura hujjatlikda bizga kifoya qiladi. Men shariatni bilmabdiman, Allah'ның buyruqlarini bilmabdiman demasligimizga shu sura kifoya qiladi. Chunki Allah qasamiyat qilib turib, insonlar bo'ladigan ziyon ishidir deydi. Birodarlar,
ziyon ma'nosining nimaligini bilib qolayli. Ziyon hozirgi asrning fikrida faqat iqtisodiy ziyon deb o'ylanadi. Chunki biz iqtisod iloh sifatida sig'iniladigan falsafada o'sganmiz. Shuning uchun ziyon deyilsa, biz iqtisodiy ziyonni tushunamiz. Foyda desa ham iqtisodiy foydani tushunamiz. Alloh taolo qat'iy qilib insonlar bo'ladi ekan, uningda yuqoridagi 4 sifat tepilmasa, u mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, yosh bo'lsin yoki qari bo'lsin, olim yoki jahil bo'lsin, hammasi ziyon ichida deydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sura Asr bilan ustimizda kuchli bir hujjatni barpo qildi. Alloh subhanahu va taolo islom asoslaridan 3 narsani bilishimizni lozim qildi. Birinchi asos Alloh subhanahu va taoloni tanishdir. Biz Allohni qisqa suratda, ijmoliy suratda tanimoqligimiz kerak. Rabbim Alloh subhanahu va taolo meni bütün mahluqotlarni o'z ne'matlari bilan tarbiya qilgan zotdir. Meni va bütün olamni tarbiya qilgan zot mening ma'budimdir. Bu ma'buddan boshqa ma'bud yo'q deb e'tiqod qilishimiz kerak. Rabbimga dalolat qiluvchi alomatlar bilan taniyman. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda, ya'ni kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir deganga o'xshash oyatlar bilan dalil keltirdi. Alloh subhanahu va taoloni Allohning mushu alomatlaridan taniyman deb e'tiqod qilish kerak. Alloh o'z oyatlarida ko'p ishora qildi. Ya'ni shubhisizki Rabbinglar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Alloh kecha bilan, kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'ichi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostdanla Allohning ilkididir. Olamlarning Robbi Allohning darajasi kattadir. Mana bu oyatlar Alloh subhanahu va taoloni alomatlar, bishoratlar bilan haqiqiy Rabb taolo deb tanishga dalolat qiladi. Rabb taoloni ko'radigan ko'z zaminda yaratilmagan. Musa alayhisalom Alloh taologa, ya'ni "Menga o'zingni ko'rsatgin" dedi. Alloh subhanahu va taolo, ya'ni hargiz ko'rolmaysan dedi. Zaminda Alloh taoloni ko'radigan ko'z yaratilmagan. Lekin qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloni Alloh xohlagan bandalar ko'rdi. Ya'ni bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Rabbiga qarab turdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu surada Allohni ko'rishlikini ishora qildi. Demak, Alloh xohlagan bandalar qiyomatda Allohni ko'rdi. İnson hayotda Rabbini oyatlari bilan taniydi. Rabb subhanahu va taolo bütün olamning tarbiyat kunidigina ma'bud bo'lishni loyiq ko'rdi. Ya'ni ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Alloh taolo tamomiy insonlarni ibodatga buyurgan vaqtida Rabbinglarga ibodat qilinglar deb tarbiyat kunandining sifatlarini bayon qildi. Hech qanday yerda Allohning yaratishidan mustasno hech bir mavjudot yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Yaratish ma'nosi, birodarlar, hozirgi kunda ilmni da'vo qilgan ba'zi toiflar
yaratish kelimesini iste'mol qiladi. Ular yaratish kelimesini bilmaganlikdan ularni jahil deyishga bo'ladi. Yaratish aslida yo'q bo'lgan narsani vujudga keltirish deganlikdir. Bir moddani boshqa bir moddaga qo'shish orqali yangi bir moddani paydo qilish mumkin. Bir daraxtni bir daraxtga ulab mevaga kirgizishni yaratish degili bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo insonga bergan bu imkoniyat yer xilofetligini o'tash qobiliyatidan boshqa narsa emas. Yaratish yo'q narsani bor qilishlikdir. Alloh subhanahu va taolo ibodatga buyurib, Rabbinglarga ibodat qilinglar deganda, yaratquchi bo'lgan Rabbinglarga ibodat qilinglar dedi. Demak, yaratquchi Alloh subhanahu va taolodir. Zimindagi hamma mavjudot jamlansa ham poshini yaratolmaydi, birodarlar. Biz bu yerda ibodat kalimasi ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatlardan islom, ya'ni bo'ysunish, iymon, ya'ni ishonish, ihson, ixlos, duo, tilash, xavf, qo'rqish, rijo, umid, tavakkul, suyunish, rag'bat, muayil bo'lish, xushu, qo'rqib yolvurish, inobat, Allohga qaytish, isti'anat, yordam so'rash, istiaza, biror musibatdan panoh istash, istig'ofa, faryod chekib yordam so'rash, zabh, qurbonlik qilish, nazr, bir narsani atash. İbadetning turlari mana mushulardan iborat. Bu ibodatlar faqat Alloh subhanahu va taologa bo'lishi kerak. Kimdikim bu ibodatlarni Alloh subhanahu va taolodan boshqa qilsa mushrik bo'ladi. Ya'ni Alloh qiladigan ibodatni boshqani shirik qilib turib qilgan bo'lsa, uning amali bekor bo'lib ketadi. Haj qilgan bo'lsa, haji bekor bo'ladi. Yani tekrar aytamizki, namoz o'qish ibodat. Bir odam biror narsaga mayli daraxt, mazor yoki toqqa sig'inayotgan vaqtimda yoki shuningga atab qurbonlik qilayotgan vaqtimda men namoz o'qiyotgan emas demasin. Qurbonlik qilish ibodat, birodarlar. Agar u shundoq desa, so'raymizki, u Qur'oni Karimda, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Robbi Alloh uchundir. Allohning shirki yo'qdir deb aytibdi emasmi? Undan tashqari yana so'raymizki, qurbonlik qilishni ibodat emas degan odamning qurbonligidan maqsad nima? U savob, umid qilish va biror zararga kafforat qatorliq shuning o'xshagan narsa deb javob berdi. Shundoq kishidan sening shu qilayotgan ishingdan bir savob umid qilishing ibodat bo'lmaydimi deb so'rash kerak. Uning savob umid qilishining o'zi ibodat tursa, u shu qurbonlik qilish bilan endi gunohlarim tugidi, jannatning hamma darvozasidan kirishga menga ruxsat bo'ldi deb qarasa, ular ibodatda yo'q bo'lgan jahil kishilardir. Qilgan ishing ibodat emas, shirk bo'ldi desa, yo'q deb turib, ondan yana yer zimindagi inson, jin topolmaydigan savobni topdim desa, mushu gaplarning o'zi uning zarriga hujjat bo'ladi. Bunun hujjatlarining hammasini avvalgi darsimizda aytganmiz. Ibodatning hammasining faqat Alloh taologa bo'lishi kerakligi, duo ibodatning mig'izi ekanligi, Alloh taolo xavf haqida, ya'ni agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Umid haqida, ya'ni kimiki
Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobni umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Tavakkul haqida. Ya'ni agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar. Ya'ni kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Rag'bat, rahbat, xushu haqida. Ya'ni ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib, bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi degan. Alloh taolo ibodat qiluvchi bandalarni mana shu sifatlar bilan zikr qilgan. Allohning buyrug'ini qilish bilan inson ibodat qiladi. Ibodatning yuqorida aytib o'tilgan turlari faqat Alloh taologa bo'lish kerak. Ikkinchi asos islomdir. Islom dinini dalil bilan bilish. Birinchidan Alloh subhanahu va taologa tavhid bilan bo'ysunish. İtaat bilan bo'ysunish, shirkdan bezor bo'lish bilan bo'ysunish. Ikkinchi asos bo'lgan bu islom, iymon, islom va ihsonni o'z ichiga oladi. İslamning rukunlari 5. Birinchi, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh deb shahodat aytish. Namozni barpo qilish, zakot berish, Ramazonda ro'za tutish va Baytullohni haj qilish. Bir odam o'zini musulmon deyish uchun bu 5 rukun uningda tepilish kerak. Bu 5 rukun tepilmagan odamning islomni da'vo qilish haqqi yo'q. Shuning uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu namoz bilan zakotning farqini qilganlarga jang e'lon qilgan. Ya'ni kishilar zakot berishni rad qilganda Abu Bakr radhiyallohu anhu zakotini rad qilgan kishilarga jihad ochganda Umar ibn Xattob bu kishiga hujjat keltirib, nihoyanki siz zakot bermaganlar bilan jihad qilamsiz deganda Abu Bakr radhiyallohu anhu agarki bir ayol kishi yetilab yurgan bir 3 kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga men qilmog'uchilik jang qilaman dedi. Bu yerda Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishilarni islomdan qaytgan kishilar deb qaradilar. Bundan keyin zakot haqida o'ylab qo'yishimiz kerak. Iymon bu vaqtdagi dalillar mana birinchisi shahodat kalimasi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nurg'un hadislar kelgan. Namozni barpo qilish va zakotni berishlikka dalil. Ya'ni ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ayni shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Ramazon ro'zasi haqida dalil. Ya'ni ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgarikilarga, ya'ni ilgariki ummatlarga ro'za farz qilingandek sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Haj to'g'risida Allah subhanahu wa ta'ala hajga mangan kishilarni farzlarni o'tab kelishga nasib qilsin. Ya'ni qodir bo'ladigan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimiki inkor qiladi ekan, ya'ni hajni tark etadi ekan, ziyni o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. İmanның rukuni 6 bo'lib, ular Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish. Alloh o'tgan payg'ambarlarga muqaddas kitoblarni nozil qilgan. Payg'ambarlarga iymon keltirish, qiyomatga iymon keltirish va yaxshilik, yomonlikning qadaridan bo'ladiganligiga iymon keltirish.
Buning dalili, ya'ni sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish yaxshi amalga kirdi. Qadarning dalili. Ya'ni biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. 3-chi martabani aytishdan ilgari iymonning shaxchilarini bilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymonning 72 dan ko'p tarmoqi bor dedilar. Ya'ni iymon bir daraxt bo'lsa, uning 72 dan ko'proq tarmoqi bor. Uning eng olisi la ilaha illalloh bo'lsa, eng kichiki musulmonlarning yo'lidan azar beradigan narsani yo'q qilishdir. Demak, iymonli kishidan bu narsalar tepilishi kerak. 3-chi martaba ihsondir. Ihsonning rukuni birdir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilish. Agar ko'rib turganlikni tasavvur qila olmasak, Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turdi degan maqomda turib ibodat qilish ihsondir. Din deganda islom, iymon, ihsonni barobar tushunishga e'tibor berishimiz kerak. Chunki ya'ni ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Bizdagi islomning navod qog'ini bo'lsa faqat bir rukuni qoldi, birodarlar. Iymonning 6 rukunini bildik, lekin bu amallarni bajarishdagi ihson, ya'ni ixlos yo'qolgan, birodarlar. Shuning uchun qilayotgan amallarimiz bizga nur bo'la olmayotdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida o'ltirdik. Kiyimlari oppoq, sochlari qop-qora, usti beshida safar alomati yo'q. Aramizdan hech kim tanimaydigan bir kishi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, tizlarini Rasulullohning tizlariga tekkizib, ikki qo'lini Rasulullohning yo'tisiga qo'yib turib, "Ey Muhammad, islomning nimaligini aytib bering" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomning 5 rukunini aytdi. "To'g'ri aytingiz" dedilar. Shunda biz o'zi so'rab, "Ya'ni to'g'ri aytingiz" deb qo'ydi-ku deb ajablandik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan birov savol so'rab, "To'g'ri aytingiz" demaydi. "Meni iymondan xabardor qiling" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymonning 6 rukunini aytdilar. "Ihson nima? Ayting" dedilar. Bu yerda shuni aytib o'taylikki, kishilar ihsonni bir kishining dasturxonini mo'l tayyorlashi deb tushungan bo'lib, birovdan ihson nima deb so'ralsa, shu dasturxonni mo'l tayyorlagan odamni ihson qildi, hotim sohib deb ataydi. Mana bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihson nima deb so'ralganda, Allohga Allohni ko'rib turgandek ibodat qilmoqliging. Ko'rib turgandek ibodat qila olmasang, Alloh meni ko'rib turdi deb ibodat qilishing deb javob berdilar. Demak, ihson biz yuqorida tushungandek narsa emas. Shunda yana qiyomatdan xabar bering dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ralg'uchi so'rg'uchidan olimroq emas dedilar. Belgilarini aytib bering dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'rining o'z xo'jisini tug'ishi, bu hadisni sharhlaganlar buningga har xil ma'no aytganlar. Buning bir ma'nosi shuki, davrlar kelib onalar o'z farzandlariga cho'riga o'xshash xizmatkor bo'lib qoladi. Hozirgi vaqtni shu davr desak, balkim xatolashmagan bo'lamiz. Mana hozirgi onalar, otalar eng katta xizmatda. Yana
ularning zimmasiga nevrilarini beqish vazifasi tushgan. Mana bu narsalarni o'ylab ko'rsak, ota-onalar o'z xo'jasini tuqqanini bilmagan. Hayotida cho'pon bo'lib yashagan yalang oyoqlarning binolarda zabandorlik qilib kerilib yurishini ko'rishing. Ya'ni cho'ponlik qilgan yalang oyoq odamning binolarda kerilib yurishi behojat edi. Chunki cho'ponlar ko'chman yuradigan bo'lg'achqa ularga mundaq zabandorlik qilishga o'rin yo'q edi. Mana bular qiyomatning alomatlaridan dedilar. Shuning bilan bu odam chiqib ketdilar. Biz xomush holatda o'ltiratdik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, u kishining kim ekanligini bilamsizlar?" deb so'radilar. "Allohning rasuli bilguchiroqdir" deb javob berdik. Rasululloh: "U Jibril sizlarga dininglardan ta'lim berish uchun keldi" dedilar. Demak, bu yerda iymon, islom, ihson va qiyomatning g'ayb ekanligini bilishni din dedilar. Dinni o'rganmoqchi bo'lgan kishi mana shu narsalarni o'rganish kerak. Uchinchi asos Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanimoqlab. Buni qisqacha bayon qilib o'tamiz. Muhammad alayhissalomning to'liq ismi Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Mutallib ibn Hashim bo'lib, bu kishining ota-onalarini ham qisman bilishimiz kerak. Buning sababi Muhammad alayhissalom ota-onadan tug'ilgan degan e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun Muhammad alayhissalomning nasablari ham e'lon qilindi. U kishi 63 yil umr ko'rgan. 40 yoshigacha payg'ambarlikdan ilgirki umri hisoblansa 23 yil nabiy va rasul bo'lib yashadilar. Ulamolar shunday deydiki, faqat vahiy nazil bo'lgan, ammo kitob nazil bo'lmagan kishi nabiy deyiladi. Vahiy ham kitob nazil bo'lgan kishi rasul deyiladi. Xulosa, Alloh Rasulullohga ya'ni o'qu deb buyurdi. Nabiy bo'ldilar. Ya'ni ey vahiy nazil bo'lganda kiyimiga cho'nkilib olg'uchi payg'ambar, tur insonlarni Allohning azobidan ogohlantir deb buyurdilarki, elchi rasul bo'ldilar. Iqro degan buyruqni o'zi o'qishga ma'mur bo'ldi. Demak, nabiy bo'ldilar. Ya'ni ey vahiy nazil bo'lganda kiyimiga cho'nkilib olg'uchi payg'ambar, tur insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Rabbingni ulug'la, kiyimingni pok tut, azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l deb buyurdilar. Rasul bo'ldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramada 13 yil yashadi. Mushu 13 yilning 10 yilida tavhidga chaqirdi. 10 yildan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining Miroj mo'jizasini ko'rsatdi. Shu Miroj mo'jizasi nisb bo'lgan soatda 5 vaqt namoz farz qilindi. Shundan boshlab 5 vaqt namoz o'qildi. 5 vaqt namoz farz qilinishdan ilgari Rasululloh Ibrohim alayhissalom o'qigan namozni o'qib yurdi. Undan keyin Madinaga hijrat qildi. Ham Madinada 10 yil yashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinada o'rnashgandan keyin islom shariatining qolganlariga buyurdi. Zakat, roza, haj Madinada farz bo'ldi. Azonning mashhur bo'lishi Madinada bo'ldi. Masjid Madinada qurildi. Jihad, amr ma'ruf, nahiy munkar va shariatning boshqa buyruqlarining hammasi Madinada bo'ldi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil payg'ambar bo'lgandan keyin burunqi payg'ambar birodarlari vafot bo'lganga o'xshash vafot bo'ldi. Alloh taolo Rasulullohga, ya'ni sen haqiqatan o'lisan, ularmi haqiqatan o'lidi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar deb xabar bergan edi. U kishidan din boqiy qoldi. Qur'onning dushmanlari ko'p bo'lishga qaramasdan Alloh Qur'oni Karimini qiyomatgacha saqlash to'g'risida va'da qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ümmetini qandoq yaxshilik bo'lsa shuningga yo'lladi va qandoq yomonlik bo'lsa shuningdan ogohlantirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llagan yaxshiliklarning eng kattasi tavhiddir va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan narsalardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'sqan narsa shirkdir. Alloh va uning rasuli yomon ko'radigan narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinlari komil bo'ldi. Biror kishining bu dinga biror narsa qo'shib qo'yishi bilan uningdan bir narsani elib tashlashining farqi yo'qdir. Dinga bir narsa qo'shish bu din komil emas deganni da'vo qilishdan boshqa narsa emas. Xuddi dinda bir narsani ortiqkan deb elib tashlashni da'vo qilgandek. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dinimizda yo'q narsani kim vujudga keltirsa u qabul qilinmaydi deb ogohlantirdi. Hozirgi darsimiz ijmoliy suratda qisqa bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u dinning mag'izlaridandir. Shundaqla dinni da'vo qilgan kishining bilmasligiga o'zri yo'q bo'lgan narsalardir. Shuning uchun bu bayon qilingan narsalar oddiy bayon qilingan bo'lsa ham uni mukammal bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Bu kishining fazilatlari haqida o'tgan darslarimizda to'xtaldik. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudir. Abu Bakr radhiyallohu anhu sahabalarning kengashishi bilan xalif bo'lib saylandi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhuning tayinlanishi bilan xalifa bo'ldi. Sahabalar buni qabul qilishdi. Demak, islomdagi xilofat kengashish asosida bo'lishi mumkin. Ham avval xalifa o'zi munosib ko'rgan kishini tayinlasa, musulmonlarning qabul qilishi bilan ham bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu to'g'risida nurg'un so'zlarni aytdi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men tushimda jannatga kirganligimni ko'rdim. Tushimda Rumayzani ko'rdim. Rumayza Abu Talhaning ayoli edi. Shunda bir oyoq tovushini eshitdim. Kim bu desem, bu Bilal edi. Ba'zi rivoyatlarda deyildiki, ey Bilal, eng umidlik amalingni aytgin, chunki men jannatda oyoq tovushingni eshitdim dedilar. Bilal aytdiki, ya Rasululloh, mening bir umidlik amalim yo'q. Ammo bir davom qiladigan bir amalim borki, qachonki bir tahorat olsam 2 rakat namoz o'qiyman dedi. Rasululloh shu bo'lsa kerak deb qo'ydi. Bir qasrni ko'rdim. U qasrning oldida bir yosh va qiz turibdiki, bu qasr kimning deb so'rasam, Umar ibn Xattobning deyishdi. Bu qasrni chiroyliqdan ko'rmoqchi bo'ldim-yu, Umarning g'ayurlikini asga ilib kirmadim dedilar. Ba'zi rivoyatlarda keladi, shunda Umar, ota-onam sana fido bo'lsin, ey Rasululloh, sen g'ayurlik qilarmidim deb yig'ladilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki,
tushimda sut ichdim. Bu sutni shundoq ichdimki, buningdan memnun bo'lganligim hatto tirnoqlarimdan ko'rinib turadi. Keyin sutni Ömerga berdim dedi. Shunda Ömer, "Ya Rasululloh, bu tushni nimaga tavil qildingiz?" deb so'radi. Rasululloh, "Ilmga" dedi. Ya'ni shariat ilmini mendan keyin Ömerga berganman dedi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, tushimda men bir quduq beshida paqir bilan suv tatib turibdiman. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu keldi. U kishi ham paqirda suv tatdi. Bir ikki paqir ilib to'xtab qoldi. Alloh uning gunohlarini mag'firat qilsin. Keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu keldi. Shunda paqir birdan katta satrga aylandi. Hayotimda bundoq jur'at bilan quduqdan suv taqqan odamni hech ko'rmaganman dedi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi ta'villarda buning Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning xilofatlarining uzun bo'ladiganligi ishorat qilganligi zikr qilindi. Said ibn Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Quraysh ayollari yuqori ovozlar bilan fatvo so'rab o'tirganda kirishga ruxsat so'radi. Umar ibn Xattobning kirishiga ruxsat so'raganligini anglagan Quraysh ayollari cho'chishib, hijoblariga o'rnishib, ovozini o'chirib, jimlashib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobning kirishiga ruxsat qildi. U kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulib o'ltiribdi. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, "Alloh sizni yashattirsin. Kulishlaridan xursand bo'ldim. Kulishlarining sababi nima?" deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Mendan savol so'rayotgan bu ayollardan taajjublandim. Mening oldimda yuqori ovoz bilan so'zlayotdi. Sizning ovozingizni anglabla hammasining uni ichiga kirib ketdi. Hijoblariga o'rnishib oldi" dedi. Umar radhiyallohu anhu, "Haybatlanishga siz haqliqsiz ya Rasululloh" dedi. Ondan ayollarga qarab, "Ey o'zlarining dushmanlari, mendan haybat qilisizlar-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan haybat qilmamsizlar" dedi. Ayollar shunda, "Siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qattiq qo'l, qo'polroqsiz. Shuning uchun sizdan qo'rqamiz" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "U Umar ibn Xattob, jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, shayton sizga bir yo'lda ro'baro holatda uchrashsa, shayton sizning kelishingiz bilan boshqa yo'lga chiqib ketadi." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana, "Sizlardan burun o'tgan ummatlar ichida ilhomli kishilar bo'lgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bir narsani iroda qilsa, shu kishilarga ilhom qilib, shu orqali o'zi iroda qilgan narsani joriy qilgan. Agar ummatimdan ashundoq ilhomlanadigan kishi bo'lsa, u Umardir" degan. Chunki Umar ibn Xattob o'zi ham Rabbim menga 4 narsada muvaffaqiyat qildi deb faxrlanar ekan. Bularning biri, u kishi maqomi Ibrohimda turib, "Ya Rasululloh, mushu maqomi Ibrohimni namozgoh qilib 2 rakat namoz o'qimaylimi?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Men buningga buyurilmadim" deb turdi. Shunda, ya'ni kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Oyati nozil bo'ldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarining hijoblanishini, haybatli bo'lishini orzu qilar ekanlar. Ham Rasulullohning g'ayurligi tutib
ham ayollarini hijob qilib bo'yrisa deb Savda onamiz ketayotganda Savda seni ko'rdik, ham tonib oldik degan ekanlar. Natijada Alloh taolo hijobni nozil qildi. Mana mushuninga o'xshash ko'p narsalarda bu kishi Rabbim 4 narsada men bilan muvaffaqat qildi deb faxrlangan. Bular Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning ilhomli kishilardan ekanligiga dalildir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir cho'pon o'zining qo'yi bilan tug'an vaqtida bo'ri hujum qildi. Ham uningdan bir qo'yni elib qochdi. Cho'pon bo'rini tutish uchun uni qo'g'lab mangdi. Ham uningga yetishib oldi. Bo'ri cho'ponni qarab, men cho'pon bo'lib boshqa yirtqichlarni elib qochadigan chaqda bu qo'yni kim qutqizib olarkin dedi. Buni anglagan kishilar ajoyib ishda deb hayron bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men Abu Bakr ham Umar buningga iymon keltiramiz. Magarki Abu Bakr ham Umar ashu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rmasa ham dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuning iymonini o'z iymoni bilan yonma-yon zikr qildi, birodarlar. Bu yerda iymonni bir sharhlashimiz kerak. Iymon oldi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetkizgan xabarni aqlini bir yonga ilib qo'yib, aqlliqlik qilmay turib tasdiq qilishdir. Mana bu aqlning birinchi martabasi. Buningdan shariat hukmlari aqlga zid degan narsa kelib chiqmaydi. Lekin uning aqlga to'g'ri kelmasligi bilan uni aqlga zid deyish beaqllikdir. Chunki deyilgan bir kalima so'zni aqlimga uyg'un kelmaydi deyishingiz yer kurrasidagi tamomiy aql menda bor deb da'vo qilganligingizdan boshqa narsa emas u. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Isro ne'mati berilib, bir kechida Masjidil Haramdan Masjidil Aqsoga berib, qaytib kelib etib Jibril alayhisalomga: "Ey Jibril, bu xabarni eshitsam kishilar tasdiq qilmaydi" deganda Jibril alayhisalom Abu Bakr Siddiq qiladi degan ekanlar. Shunga payg'ambar alayhisalomdan sabit bo'lgan xabarni aqlga to'g'ri kelish, kelmaslikni tekshirmasdan tasdiqlash iymonning birinchi martabasidir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib mundaq deydi: "Tushimda ummatlarimning hammasi menga ro'baro'y bo'lib keldi. Ularning ustida qamis, ya'ni yoqiliq, ko'kraklari etilgan uzun kiyim bor edi. Ba'zilarning sidiyisi ko'kraklariga tushadi. Uningdan uzun kiyingan ummatlarim ham ko'rsatildi. Umar menga ro'baro'y elib kelindi. Uning ustida sudra kabi uzun kiyim turibdi" deganlarida bu tushni nimaga ta'vil qildingiz deb so'ralganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dinga deb javob berdi. Bu Umar ibn Xattob diyonatli inson edi degan ma'noni bildirdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu umrining oxirida shahid bo'ldi. U namoz o'qiyotganda bir mal'un uni xanjar urdi. Uningga xanjar urilgan holatda tiyubla uningga sut ichirdi. Sut xanjar urilgan joydan chiqib ketdi. Buningdan uning vafot bo'ladiganligi ma'lum bo'ldi. Abdullah ibn Abbas u kishini sabrlantirib, u Amirul Mu'minin, bu ish sizning beshingizga hozir kelgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'ldingiz, ham uning bilan haqiqiy do'st bo'lib yashadingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizdan rozi bo'lgan Allah dunyodan ketdi. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan suhbatdosh bo'ldingiz. Ham suhbatdoshlikni xo'p joyiga keltirdingiz.
u kishi ham sizdan rozi bo'lgan oldi dunyodan ketdi. Tabiinlar bilan suhbatlash bo'ldingiz. Ular bilan ham suhbatlashlikni xo'p joyiga keltirdingiz. Ulardan juda bo'layotgan shu soatingizda hamma sahobalar sizdan rozi bo'lib turishibdi, dedi. Shu so'zlarni aytayotganda Umar ibn Xattob Rasululloh bilan suhbatlash bo'lganligim ham uning mendan rozi bo'lganligi Allohning menga bergan marhamati. Ya'ni bu ixtiyorim bilan bo'lgan emas, bu Allohning menga bergan ne'mati, dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan suhbatlash bo'lganim ham Allohning marhamati. Shu soatda dunyodan biror savobim ham gunohim bo'lmasdan ketganimda o'zimni baxtli deb bilar edim, degan edilar. Hayotida shuncha amallarni qilib yashagan zot shundoq degan ekanlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladi-ki, Abdulloh ibn Abbas uning yaxshiliklarini zikr qilayotganda, ey Abdulloh ibn Abbas, mening oldimda qiyomatda Allohning huzurida aytilmaydigan so'zni aytmagin. Ya'ni meni maqtama. Qiyomat kuni hozir aytayotgan so'zlaringni ayta oladigan bo'lsang aytqin. Shu topda agar zimin to'shqidek oltinim bo'lganda, shuning hammasini sadaqa berib Allohning azobidan qutular edim, degan ekanlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu hayotida hassos bo'lib yashagan ulug' sahobalardan edi. U hayotida shunchalik ko'p amal qilish bilan birga yana doim nifoqdan tashvishlangan ekanlar. Hudayfatul Yamani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'p sirlarini bilar ekanlar. Shundaqla munofiqlarning kimliklarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudayfatul Yamaniga aytib bergan ekanlar. Bir kuni Umar ibn Xattob uningdan Alloh bilan qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni munofiqlar qatorida sanadimi yo'q, aytqin, degan ekanlar. Hudayfatul Yamani alhamdulillah, ya'ni yo'q deb javob bergan ekan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shuncha ko'p amallari bilan nifoqdan qo'rqqan ekanlar. Fitna haqida aytqin deganda, fitna kishining dinidagi fitnasi, molidagi fitnasi deb Hudayfatul Yamani fitnalarni sanaganda, uni so'rg'inim yo'q. Uningdan ish pishadigan fitna haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nimalarni anglagan eding, shuni aytib ber deganda, fitnaning darvozasi bor degan ekan. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu fitnaning darvozasi sundirilamdi, yiqilamdi deb so'raganda, sundiriladi deb javob bergan ekanlar. Biz sahobalar Hudayfatul Yamanidan shu so'zni anglaganda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zining fitnaning darvozasi ekanligini shundan ilgari bilamti deb so'raganda, Hudayfatul Yamani kunning yo'riqligida bir narsani aniq ko'rib bilgandek bilatdi deb javob bergan. Fitnaning darvozasi deganlik fitnani to'sib turg'ichi deganlik bo'lib, fitnaning darvozasi sundiriladi degani Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning shahid bo'ladiganligiga ishora qilingan edi. Hudayfatul Yamani mana mushundaq sirlarni ham qalbiga sig'dirib saqlab kelgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mushlardan ham xabar berib ketgan edi. Fitna mana mushundaq dunyodagi aziz kishilarning o'ltirilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun zamonimizda bo'layotgan fitnalarga ajablanmasligimiz kerak. Ko'plagan odamlar fitnani yo'qotmoqchi bo'ladi. Fitnani yo'qotish kerak albatta, ammo bular islomning ko'rsatmasi bo'yicha bo'lish kerak. U orzu bilan yo'qolmaydi. Jannat, jahannam boqiydir. Yaxshilik, yomonlik, haq, botil boqiydir. Chunki jannatga loyiq kishilar haqqi amal qilib yashaydi. Jahannamga o'tin bo'ladiganlar botil ishlarni qilib, jahannamga loyiq holda
haq ustidagilarga zulm qilib yashaydi. Shuning uchun haq bilan birlashishimiz, botil bilan birlashmaymiz. Mana bu masalalarni bilib qo'yishimiz kerak. Har kishining o'ziga xos istidodi va xususiyati bo'ladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan mazgildagi xutbalarga diqqat qiladigan bo'lsak, Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lib minbarga chiqqanda, sizlarga bosh bo'ldim. Bu menga nisbatan yaxshilik emas. Aranglardagi ojiz kishilar haq ustida bo'lib mazlum bo'lsa, menga nisbatan u eng kuchlidir. Onunga haqni elib beraman. Aranglardagi kuchlik deb sizlar qo'rqib yurganlar agar zolim bo'lsa, mening oldimda u zaifdir. Uningdan o'ch olaman degan. Umar ibn Xattob xutbalarida bo'lsa, men bilan arablarning misoli bir ujrat to'gi bilan ujrat to'gining egisining misoliga o'xshaydi. Kabening egisi Allohga qasamki, men sizlarni islom yo'liga majbur qilaman degan. Ya'ni u o'zining qattiq shiddatini namoyon qilib so'zlagan edi. Har bir kishi o'ziga xos shiddati va qobiliyati bilan boshqalardan farqlanib turdi. Bütün xalifalar, sahobalar va tabiinlarga Allohning rahmati bo'lsin. Shular qatorida ham hammamizga Allohning rahmati bo'lsin. Amin. Alhamdulillah. Yuqorida Şeyh Abduvali Qori rahimahulloh darsliklaridan tanlanmalar ilm haqida degan temani angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.